Çünkü sen Allah'sın. Yettinci osmonga safar. Ushbu kitobning yozuvchisi Ali ibn Jabir Fidir. Uyg'urchaga tarjima qiluvchi Islom chakorlari guruhi. 3-qism. Al-Hafiz. Mashina chaqini teyilib ketishdan saqlovchining foydasini maqtash bilan so'zlaymiz. Tezlikni pasaytishga sabab bo'ladigan sur'at tizginlagishining foydasi haqida va bexatarlik tosmasining foydasi haqida so'zlaymiz. Ammo Allohning Al-Hafiz sifati bilan qo'g'dishi ostidagi saqlab qilishchi. Uni unutdikmi? Hayotingiz xatar ichida his qilgan vaqtingizda yoki kasallik salomatligingizga tahdid bo'layotganini his qilganingizda, farzandingiz sizdan yiroqda, uning yo'qolib ketishi yoki yomon hamrohlarga uchrab qolishidan qo'rqganingizda, yoki to'plagan mol dunyolaringizning talofatga uchrash ehtimolining qosh bilan kirpik orasida qolganidan ansirab turgan vaqtimizda, shuni bilingki, siz Rabbingizning Al-Hafiz ismini o'rganib, shu ismga bo'lgan iymoningizni yangilashga ehtiyojliksiz. Sizga bu ism haqida ismni o'ylash va fikr qilish vaqti kelibdi. Alloh o'zi yolg'iz hayotingizni qo'g'daydi, saqligingizni saqlaydi, farzandlaringizni asraydi, boyligingizni muhofazat qilib beradi. U hayotdagi hamma narsani saqlaydi. Ey xotirjam bo'lg'uchi qalb. Shayx Said aytadi: Al-Hafiz zot yaratganlarni muhofazat qiladi. Uning ilmi u barliqqa keltirgan hammani bilib turadi. U avliyo do'stlarini gunoh va halokatga tushib qolishidan saqlaydi. Ularning mashg'uloti va dam elishlardan mehribon bo'ladi. Qo'g'dashning oxirgi cheki uningda. Voyaga yetkazib ko'ngil bo'lish uningda. Cheksiz xotirjamlikning hammasi siz uning bilan birga bo'lganda. U bandasini qo'g'daydi. Shuning uchun doim duo qilamiz. Ey Alloh, meni oldi, orqa, o'ng, so'l va usti taraflarimdan qo'g'dagan. Sening ulug'lig'ingga sig'inib, osti tarafimdan qasdga uchrashdan panoh tilayman. Siz Allohdan olti tarafingizni qo'g'dab qilishni so'raysiz. Siz uningdan hamma tarafingizni qo'g'daydigan qo'g'dash qo'rg'inini talab qilyapsiz. Chunki buningga uningdan boshqasi qodir emas. U anglash sezgingiz, ko'rish quvvatingizni saqlaydi. Shu sababdan adigan va kechda duo qilamiz. Ey Alloh, anglash sezmimni saqlagin. Ey Alloh, ko'rish quvvatimni saqlagin. Bu ikki sezgingiz yo'qolsa, olamni anglashga imkon bergan qurolingiz yo'qolgan bo'ladi. Bundaq vaqtda siz zulmatlik bir ayrilishda yashaysiz. Dunyo jimjitligi bilan sizni bo'g'idi. Alloh taolo aytadi: Ey Muhammad, aytqinki, aytib beqinglarchu. Agar Alloh sizlarning quloqinglarni g'as, ko'zinglarni ko'r qilib qo'ysa, dillaringlarni pechatlavasa, ya'ni sizlarni hech narsani tushunmaydigan qilib qo'ysa, ularni Allohdan boshqa yana qaysi iloh asliga keltiralaydi? Qarg'inki biz qudratimizni ko'rsatib beradigan oyatlarimizni qandoq bayon qilganmiz, ammo ular shu oyatlardan yuz o'riydi, ya'ni iymon etmaydi. Sura An'am 46-oyat. Al-Hafiz hammani qo'g'dag'uchi zot. Siz anglash harom qilingan harom narsani anglayotgan quloqingizni muhofazat qilib turadi. Agar u xolisa uni shu hamon sizdan elib oladi. Siz g'az bo'lib qolasiz. Al-Hafiz hammani muhofazat qilib turuvchi zot. Siz uning bilan haromga qarayotgan ko'zingizni muhofazat qilib saqlaydi. Agar u xolisa ko'zni yumib ochqicha ko'z ne'matini sizdan tortib qo'ydi. U sizning diningizni saqlaydi. Shuning uchun saydalarda ey qalblarni, ko'zlarni o'zgartkichi zot, qalbimni diningda sabit qil deb munojat qilasiz. Agri yo'llar. Agar u qalbingizni dinda sabit qilmasa, uningda shubhalar o'rlashib qoladi. Havoyi havaslaringiz uni o'g'irlaydi. Ömür bo'yi kitob o'qish va yezish bilan mashg'ul bo'ladigan olimlar bor. Alloh ularning dinini va e'tiqodini saqlamagan. Ba'zilar dindan chiqib kofir bo'lgan va kimlardir bid'atchiga aylangan. Siz bo'lsangiz, ozg'ina amalingiz bilan helimu Allohga sajda qilyapsiz. Al-Hafiz ismli zot diningizni saqlab qoldi.
Abdullah Qusaymi ismli bir olim Allohning dinini qo'g'dab, islom va butparastlik o'rtasidagi kurash nomli bir kitob yozgan. Kishilar bu kishi haqida mubolag'a qilib, shu kitobi bilan jannatning mer haqqini to'ladi deyishgan. Hatto haram munbarlarda bu kishini maqtab medihiyalar o'qilgan. Bir necha yil o'tgandan keyin ozg'unlikning qora burutlari bu kishining qalbiga qora soya tashlab shubhalar atrofini qurishdi. Alloh buningdan saqlasin. Shubhalar uning fikrlari atrofiga shak qurg'onlarni qurishga boshladi. Isbot talab qilmas qoida haqiqatlar ehtimolliklarga ko'z qarashlarga aylandi. Bu kishi fikrini qurishib olgan bu shubhalar ostida ozg'unlik bulutlarining soyasida qalamini ilib, mana bu kishan nomli islomga hujum qiladigan kitobni yozdi. U Allohning dini insonga kishan va odishdan iborat degan. Bunda xorliqdan o'zi saqlasin. Sizning diningizni saqlab berayotgan al-Hafiz, muhofazat qiluvchi Allohdir. Hargizmi mingizdagi ma'lumotlar to'plami emas. Siz ilmingiz bilan Allohning kalomini yod olganingiz va yoki payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning sunnatlaridan bir ishlarni oshkor qilganingiz bilan mag'rurlanib qolmang. Alloh bilan qasamki, agar Alloh siz uchun diningizni saqlab bermasa, siz ezib ketasiz. Bul'am ibn Baruaga Alloh uning eng ulug' ismi azamni bildirdi. U har vaqtda duo qilganda ijobat bo'ladi. Lekin Alloh bu kishiga bergan ismi azam bu kishi bilan ezib ketishning orasida to'salg'i bo'la olmadi. Bu kishi halok bo'luvchilar qatorida halok bo'lib ketdi. Alloh bizni dinimizda sabit qilsin. Allohni unutib qolyapmiz. Alloh hayotingizni saqlaydi. Shuning uchun yaqinlarimni uningga omonat qoldirib, sizni omonatlarni zayo qilmaydigan zot Allohga omonat qoldirdim deymiz. Alloh muhofazat qilgan va qo'g'dab osirgan omonatlarning zayo bo'lishi mumkin emasdir. Inson nijot topgan har qanday hodisa orqasida uningga nijot bergan saqlovchi zot bor. Mashina chaqini teyilib ketishdan saqlovchining foydasini so'zlaymiz. Tezlikni pasaytishga sabab bo'ladigan sur'at tizginligishining foydasi haqida va bexatarlik tasmasining foydasi haqida so'zlaymiz. Allohning saqlovchi ekanligini unutib qolyapmiz. Tuturgan to'lqinlar kemani hayron urib, yuraklari halqumga kelganda, kemani to'lqinlarni yutib ketishidan saqlagan kim? Albatta, Alloh. To'lqinlar ichida qolgan kemining tasviri tushgan videoni ko'rdim. Kemidagilar chayqalib kemining u tarafidan bu tarafga urilib so'qilyotdi. Ular hech narsaga ega emas edi. Ular hatto fikr qilishga qodir bo'lolmagan edi. Ular uchun mumkin bo'ladigan birdan bir narsa ko'zga ko'ringan qandoqli narsa bo'lsa mahkam tutib olish edi. Keyin kameralar kema tashqariga burildi. Men kemaning qattiq to'lqinlar orasida paxoldak laylab yurganligini ko'rdim. Uçquchi aeroplanda sistemalarning ishlamaganligini e'lon qildi. Bu holat aeroplandagi hamma kishi havo bo'shlig'ida sistemasidan chatoq chiqqan aeroplan ichida tuvanga qarab laylashga boshladi. Har bir kishi Allohga iltijo qilib tavbasini e'lon qildi. Ular o'zlarining barliq orzu-armonlarini, g'am-qayg'ularini unutgan. O'lim ular tasavvur qila oladigan birdan bir narsaga aylangan edi. Men chiqqan aeroplan keng havo bo'shlig'ida tuyuqsiz to'salg'uga duch keldi. Men shu chaqda aeroplan gavdasidan iborat g'oyat zo'r jismning bepoyon sahro ustida laylayotganligini his qildim. Meni qo'rqinch bosdi. Men aeroplanga chiqqan bu safarda qandoqmi Allohning qudrati bilan havoda harakatlanayotganligini, bu katta jismning bu qo'rqinchli ko'rinishlaridan g'aflatda qolgandiman. Dengizda Allohga duo qilamiz. Qirg'oqqa chiqqanda osiy bo'lamiz. Samalarni erkin kezimiz tekrar, canimiz amandur faqat Allah bor. Növbetçi farishtalar. Allah Taala aytadi: Her bir odamning oldi keynida Allohning emri bo'yicha uni qo'g'daydigan növbetçi farishtalar bor. Her qanday bir qavm o'zining ahvolini o'zgartmagicha, ya'ni Allohning bergan ne'matlarga tuzkorlik qilib, gunohlarga cho'mmagicha Alloh ularning ahvolini o'zgartmaydi. Yani Allah ularga bergan ne'mat, xotirjamlik va izzat hurmatni elib tashlamaydi.
Allah birər qavmni halak qılmaqçı yoki azoplamoqchi bo'lsa, uningga qarshi turg'ili bo'lmaydi. Ularga azobni dab'i qiladigan Allohdan boshqa egimi bo'lmaydi. Sura Ra'd 11-oyat. Al-Hafiz sifatiga ega Allah siz uchun 4 dona farishtaga amr qiladi. Ular sizni o'rab, ziyningizga taqdir qilmagan har xil balolardan saqlaydi. Jismingizga tegishni xohlamagan o'qni, hayotingizni oxirlashtirishni xohlamagan har bir toshni, hatto teringizga azor berishni iroda qilmagan pashini to'sib qolg'uchi 4 farishtani sizga vakil qilgan zot. Qandoq sizga saqlovchi bo'lmasin? Filippinda Shayx Oiz Qarni Habzahullohga suiqasd qilishni tasvirga tushirilgan dahshatli videoni ko'rgan edim. Jinoyatchi taxminan 1 metrcha orliqdan Shayx Oizga 6 pay o'q otdi. O'qlar va Shayx o'tirisida to'siq yo'q edi. Qotilning pishqon mergan ekanligi ko'rinib turadi. Shayx va uning hamrohlari tarafdan qarshilik qilinmadi. Shundoq bo'lsa-mu, Shayx bu voqeadan omon chiqdi. O'lmadi. Amerika prezidenti John Kennedy'ga suiqasd o'rinlashtirganini esga olayli. Atrofini qurshib olgan qo'riqchilar bilan avtomobilda ketayotgan edi. Yiroqdan etilgan bir pay o'q uning hayotini oxirlashtirdi. Ashu qiyin voqeadan sog' salomat chiqqan Shayx Oiz mundaq deydi: "Men shu vaqtda Allohni zikr qilish bilan mashg'ul edim. Duolar bilan atrofimga qurgan edim. Mazkur voqeadan Al-Hafiz muhabbasat qilg'uchi degan ismning ma'nosini ichib berguvchi mukammal bir dasturdir. Hatto necha bobdan tuzilgan jo'n bir kitobdir. Ikki tirnoq orasida bilamsiz, u Alloh sizni har minutda muhabbasat qilib turadi. Yo'q. Balki u sizni 1 minutda 100 qitim saqlaydi. Qanday qilib demsiz? Siz ikki tirnoq orasidagi bu kalimalarni o'qiyotgan mushu daqiqalarda yurgingizni to'xtab qilishidan, tumorlaringizning to'silib qilishidan, aqlingizni saranliqdan, bo'raklaringizning ishlamay qilishidan, asablaringizning talobatdan, beshingizni og'riqdan, oshqoziningizni yoridan, oshqoziningizni yollig'lanib qilishdan, a'zolaringizni polashlikdan, ko'zlaringizni ko'rlikdan, quloqlaringizni g'asliqdan, tilingizni kekashlikdan saqlaydi. 1 minutda shulardan va buningdan boshqa baxtsizliklardan saqlaydi. Keyingi minutga o'tish bilan shu saqlash yana davom etaveradi. Endi shu 1 minutda qancha qitimlab alhamdulillah aytishimiz kerakligini o'ylab ko'ring. Çünkü sen Allah'sın. Yettinci osmonga safar. Ushbu kitobning yozuvchisi Ali ibn Jabir Fidir. Uyg'urchaga tarjima qiluvchi Islom chakorlari guruhi. Çünkü sen Allah'sın. 4-cü qism. Bir quti suv. Agar qorong'u bir joyda mashinangizni to'xtatib qo'yib, ondan mashinaning o'g'irlanib ketishidan ansirsangiz, Al-Hafiz zotdan mashinangizni saqlab berishni so'rang. Alloh subhanahu va taolo siz saqlab berishni talab qilgan narsani hargiz zoya qilib etmaydi. Agar uyingizdan chiqqanda uyda qolgan bolalaringizdan ansirab qolsangiz, men sizlarni omonatni zoya qilmaydigan Allohga omonat qildim deng. Allohning izni bilan siz uyga qaytganda ularni eng yaxshi holatda topasiz. Chunki Alloh taolo Al-Hafiz, muhabbazat qilg'uchi, qo'g'dog'uchi, osurg'uchi zotdir. Agar shart sharoit sizni qimmatlik bir narsangizni ommaviy so'rinda qo'yib qo'yishga qistisa yoki xatarlik bir o'rinda qo'yib qo'yishga qistisa, qalbingiz bilan Allohga yuzlanib, ey Alloh, uni sen saqlab bergin deng.
Şununla şeksiz işiningki siz qaytib kelgiçe onu Allah qo'g'dab turdi. 4 nafar ağaynilar Tabuk'dan 60 kilometr yiroqlikdagi Ne'mat-uri degan joyga o'ynag'ala beribdi. Ular kunning atigini soat 9'lar bilan piyoda minib, Shiq yeri deb atiladigan bir yerga tushdi. Bu yer yüzüde şekillengen yer şaridagi eng cho'ng yeriq edi. Bunun ostiga tushish talablarcha tavakkul qilish, balki hayotini do'g'ri tikish edi. Ularning qaramligi va tavakkulni yaxshi ko'rishi ularni bu yeriqqa tushirdi. Ular yeriqning ichidagi o'ymonlikqa taxminan yarim soatda tushib bo'ldi. Keyin ular shu o'ymondan ustiga chiqish uchun nihoyat ko'p tirishgan bo'lsa-mu, Şamgıcı şu o'ymonlikda turib qoldi. Ular o'ymondan chiqish uchun toshlarga esalatdi. Ammo toshlar nihoyat siliq bo'lganligi uchun pastga siyrilib ketadi. Hatto ularning futi ostidagi tizilgan toshlar dumulab ketadi. Ular ko'p tirishchanlikdan keyin putining barmoqlari bilan tog'dagi kichik ilmak o'rinlarga dasab, qiyinchilik ichida yuqoriga o'rladi. Ular nihoyat charchagan bo'lib, putlari yerilib, qonab, butun badani halsirgan. Hatto ularga nihoyat ussizlik yetgan bo'lib, aniq qilib aytsak, o'lim ularning ko'ziga ko'rinib, burniga purab turadi. Ammo ularning qalblari Allohga bog'langan. Ular Allohdan boshqa saqlovchi va muhofazat qilg'uchining yo'qligiga jazmi ishongan edi. Boshqalarning guvohligi bilan u yoshlarning biri mundoq deydi: Biz chin qalbimizdan yelinib Allohga duo qildik. Bu vaqtda biz ussizlikning ig'irligidan o'limni orzu qilib qolgan edik. Tuyuqsiz bir quti pok suv ko'rindi. U suv bir urun inson qadami yetish mumkin bo'lmaydigan, hatto mushu yaqinda insonning qadami dastlab boqmagan bir joy edi. Biz bu suvni ko'rib nihoyat hayajonlangan va xushallangan bo'lsaqmi, biz uchun chanqab ketganda ishkili bo'ladigan pok suvni uchratganimizga xushal bo'lgandan bakrak Allohning biz bilan birga ekanligini, bizni hayot mamotliq bu safardan qutqizish uchun ashu daqiqada shu bir quti suvni paydo qilib bergan Alloh ekanligini bilib intayin xushal bo'ldik. Bir quti suv bizning zehnimizda o'limdan qutulishning belgisi emas, balki al-Hafiz, muhofazat qilguvchi zotning qo'g'dab turayotganligining belgisi sifatida ko'ringan edi. Biz Şam namazıga az qolganda yer yuziga chiqqan edik. Bizning yuzlarimiz qapqara, kiyimlarimiz yirtilgan, putlarimizdan qon tapchirayotgan edi. Shu daqiqada bizning Allohga bo'lgan iymonimiz xuddi bizni qurshab turgan tog'ning hajmidek cho'ngaygan edi. Uxlamaydi ba'zilar, uxlaganda boshqalar, bo'ladigan va yoki bo'lmaydigan ishni deb. Tunugunga kifoya qildiğu Parvardigor atidagi ishlarga kifoya qilmasmi ajab. Buyukroq, ko'proq va kattaroq. Al-Hafiz ismining har bir maxluqotga tegishli holati bor. U zot maxluqotni yoritib o'z holatiga tashlab qo'ymaydi. Balki hayot qiyinchiliklariga taqobil turishlari uchun ularni qurol bilan ta'minlaydi. Ularning hayot janglariga kirishlari uchun har biriga o'z badaniga xos qurollarni beradi. Masalan, kiyik, to'shqon va shu kabi ba'zi hayvonlarga tez yugurish quvvatini berib, ularning hayotini saqlaydi. Kala kabi hayvonlarning ba'zilariga yomonlik maqsadida yaqinlashgan boshqa jonliqlarning qornini yerib tashlaydigan munguzlarni berib himoya qiladi. Masalan, karkidon va suv kalisiga o'xshash. Ba'zilarning jismini nihoyat yo'g'on va ig'ir qilib, dushmanlardan bahaybat gavdasi va o'zining ig'irligi bilan o'zini himoya qiladigan qiladi. Masalan, fil va ayiqqa o'xshash. Ba'zi baliqlarga elektr tokini ato qildi. Ba'zi baliqlarni chaqmoq kabi uradigan qildi. Masalan, dengiz panusiga o'xshash. Yilon, chayon kabi jonliqlarning jismiga zaharni urullashtirdi. Ular shu zahar bilan himoyalanadi. Hamliyonga
o'zining hojatiga yetgudak rangini o'zgartish xususiyatini bergan. Ularning raqiblaridan himoyalanishi shu yo'l bilandir. Ba'zilarga uchishni o'rgatdi. Qaysi birigadir hiligarlikni o'rgatdi. Yana boshqasiga yamishni bildirdi. Ularni mana shu xususiyatlari bilan saqlaydi. Biz yuqorida Allohning mahluqotlarini qanday saqlashidan misollar keltirdik. Hali ham u zotning Al-Hafiz, muhofizat qilguvchi degan ismi bilan qanday saqlaydiganlardan bilmaganlarimiz qanchasi bor. Albatta bilmaganlarimiz buyukroq, ko'proq va kattaroqdir. Sizni qo'g'daydi. Alloh taolaning mu'minlarni himoya qilishi ularni qo'g'diganligidir. Alloh taolo aytadi: Alloh mu'minlarni cho'qim qo'g'daydi. Haj surasi 38-oyat. Qarang, Alloh mu'minlarning yomonlikni ketkizadi demadi. Balki ularni yomonliklardan qo'g'daydi dedi. Buningda ularga keladigan yomonlikning qattiqligi, ko'pligi va har xilligiga ishora qilinmoqda. Lekin Allah düşmanlarga nimani anglatmoqchi ekanligini o'zi biladi. Allah u yomonliklarning do'stlarini qo'g'daydi, himoya qiladi. Hadisi Qudusida aytiladi: Kim mening biror do'stimga dushmanlik qilsa, men uningga urush e'lon qilaman. O'ylab ko'ring. Haq dinga dushman bo'lgan bilan Allah o'tirisidagi urushga kim g'olib, kim mag'lub, balki kim xor? U mu'min bandalarini saqlovchi. Uning saqlashi o'zgacha, ya'ni yaxshi ko'rib, rioya qilib va rahimdillik bilan saqlaydi. Makka mushriklari Muhammad sallallohu alayhi va sallam va Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu yushiringan g'or oldiga to'plashdi. Mol dunyoga qiziqtirishlar bilan yushirin adovatlar va o'sha kunlardagi eng muhim shaxsni qo'lga tushirish maqsadi bilan ularni bu ikki insonni o'ldirishga qiziqtirdi. Abu Bakr radhiyallohu anhu qo'rqishga boshladi. Shunda ulug' sheriki uningga qarab, "Uchinchisi Alloh bo'lgan ikki kishining to'g'risida qanday o'ylaysan?" dedi. Demakchiki, ey Abu Bakr, bizni ikki deb o'ylamsan, hargiz undaq emas. Biz uchmiz. Shundan keyin ansirashlar tarqab ketdi. Titrashlar yo'qdi. Tashvishlar pasaydi. İnayet ko'zlari ko'rib turganda, sen bunda xotirjam aram al oxir. Sinoqlar omonlik bo'ladi sana, xavf xatarlar solmaydi jabr. Kaf g'oridagi yigitlarni aslam. Ular Allohga iltijo qildi. Undan to'g'ri yo'lni so'radi. U ularni ishki yo'q g'orga kirgizib panohlik berdi. U g'or insonlar, hasharotlar va yirtqichlar kirishi mumkin bo'lgan, eg'izi uchuq turgan g'or edi. Lekin Alloh u yigitlarni saqlashni xohladi. Ularni qo'g'dash uchun boshqalarning qalbiga qo'rqinch selish askirini avatdi. Shuning uchun g'orga hech kim yiqilisha olmaydi. Biror kim yiqilsa, uning qalbiga qo'rqinch kirib, uning ishqirga kirishiga bo'lgan rag'batini tortib oladi. U bo'lsa qo'rqon holda qochib ketadi. Agar ularni ko'radigan bo'lsang, albatta ulardan qattiq qo'rqib, yuz o'rib chuqur qochgan bo'lardim. Sura Kaf 18-oyatning bir qismi. Men va siz biror narsani tashlamoqchi bo'lsak, masalan, qalamni, kitobni yoki toshni tashlaymiz. Allohchi. U eng muhim, eng ajoyib va eng katta narsalarni tashlaydi. Kofirlarning dillariga qo'rqinch tashlayman. Sura Anfal 18-oyat. Allah bandalari va avliyo do'stlarini saqlash uchun kofirlarning dillariga qo'rqinch tashlaydi, xavf tashlaydi. Ular qo'rqinidan titrab, Allohning avliyo do'stlarining yeridan neri ketadi. Yirtqichlar vodisi. Allah sizni farishtalar bilan saqlaydi. Kim uxlashdan burun Ayatul Kursini o'qisa, Allah onunla bir farishtani vakil qiladi. U farishta bandaning beshida turib, uni uning taqdirida kutilmagan ziyonlardan saqlayib turadi. Agar Alloh qo'g'dishi, nusrati siz bilan birga bo'lsa, siz nimadan qo'rqasiz? Hafiz ismi sizni o'lmaydigan doim tirik zotga ishontirib, qo'rqmay yurishga undaydi.
Yırtqışlar vadisidan ötüsiz. Timsaqlar makoni bo'lgan sulardan kechsiz. Qorong'u zulmatlarda yurisiz. Lekin Al-Hafiz zot sizni himoya qurg'oni bilan o'rab qo'ydi. Bu narsalarning hammasi sizga kichik bolaning oddiy o'yinchiqidek ko'rinadi. Lekin bu holat sabablarni qilmang deganlik emas. Biz har bir ishning sabablarini qilishga buyurilganmiz. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ham hijratlar, g'azotlar va boshqa ishlarda sabablarni tutgan. Sabablar alohida ahamiyatga ega holatida qilib qoladi. Ammo Alloh qalbingizda hammani bilib turguchi, hammaga qodir va muhofazat qilguchi, saqlag'uchi bo'lib o'rin tutib qelaveradi. Bu texmu alohida holat. Shayx Abdurrahmon Samilitining da'vat va dinni tarqitish uchun Afrikaga safar qilgan hikoyasini o'qiganmisiz? Shunda Hafiz, ya'ni Al-Hafiz ma'nosini bilasiz. U kishi Afrika cho'llaridagi noma'lum sozliq patqoqlarga cho'kib, qo'rqinchli vodilarni kesib o'tdi. Och qoldi, ussiz qoldi, kasal bo'ldi. Shundoq turuqliq uningga zarar yetmadi. 25 yil o'zi tanlagan keng yo'lda yurdi. Keyin Kuvaytda ko'rpa ustida jon berdi. Bu kishining qissasini o'qigan kishi Al-Hafiz, qo'g'dig'ichi degan ismning haqiqiy ma'nosini biladi. Ba'zilar tarafdan solih insonlarda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan ba'zi rivoyatlar naql qilinadi. Biz bu rivoyatning inchki taraflarini tekshirib chiqmadik. Lekin solih insonlarda bunday ishlarning yuz berishi hayron qolarlik emas. Said ibn Jubayr rahmatullohi alayhi Hajjajning askarlaridan ikkisi tutib oldi. Yo'lda ketayotganda yomg'ir yog'ib qoldi. Ikki askar bir rohibning ibodatxonasiga kirmoqchi bo'lishdi. Lekin Said ibn Jubayr qattiq turib oldi. Allohga zalolat yo'li bilan ibodat qilinadigan joyga kirishni to'g'ri ko'rmadi. İkisi u kishini pastda qoldirib, o'zlari ustiga chiqdi. Tuyuqsiz bir sherib paydo bo'lib, Said ibn Jubayrga yaqinlashishga boshladi. Ikki askar ustida turib, "Qochqin" deb voqirashga boshladi. Said bo'lsa qimirlamay jim turadi. Balki zikri olimiga kirib ketgan edi. Sher yanala yaqinlashib u kishining oldiga keldi. Said uningga nimalarnidir deb pichirlaganda qildi-da, sher qaytib ketdi. Ikki askar qo'rqib qarab turadi. Rohib bo'lsa boshqacha nazar bilan qarab, "Bu inson Allohning avliyo do'stlaridan ishgan" dedi. "O'zinglar elinglar barcha dunyoni, qo'yinglar qalbimni ozod ham g'arib, chunki bar boyliqim sizlardan katta, aslida men o'zim boydur behojat." Aytingchi, oxirgi minutlarda shirni to'xtatgan kim? Albatta u Al-Hafiz, qo'g'dig'ichi zotdir. Kambag'alman. Bir ajoyib videoni ko'rib qoldim. Bir inson piyoda yurib temir yo'l ustidan o'tib ketmoqchi bo'lib mangdi. Qarshi tarafida yuqori tezlikda poyezd kelyotdi. U qarshi tarafga tezlik o'tib ketaman deb o'yladi. Taqdirga qarangki, bir oyoq temirga elinib qoldi. Tartib elishga harakat qildi, lekin ololmadi. Tezlikda kelayotgan poyezdning qo'rqinchli ovozi bu joyni o'lim qo'rqinchisiga to'ldirgan edi. Heliga odam aloqazidlik bilan putini tortib o'tadi. U o'lim uningga kelishdan burun o'lib ketishga tasli qoldi. Poyezd yetib kelishga bir necha metr qolganda Alloh temir yo'lga uning oyog'ini qo'yib berishga izn berdi. Oyog'ini chiqarib shu on qarshi tarafga o'tib ketdi. Shu daqiqa uning hayoti tugishi mumkin bo'lgan bir daqiqa edi. Chunki daqiqaning bir qismida xavfli yo'ldan o'tib o'lgurdi. Ikkinchi qismida bo'lsa poyezd o'tib ketdi. Zaifligingizga ishoning. Fikringizning noqis ekanligini tan eling. Faqirligingizga ishoning. Keyin qalbingiz bilan Allohga bog'lanib mundoq takrorlang. Men Robbimga shuncha muhtojman. Ham miskinman, noilojdirman. Allohning payg'ambari Lut alayhissalomni aslang. Qavmlari uyigacha bostirib kirib,
ishiklarni buzib mehmonlarga erishmoqchi bo'lishdi. Mehmonlar aslida farishtalar edi. Qavmingizning fosiqlari kelib mehmonlaringizga chaqilmoqchi bo'lsa, qandoq sharmandalik ha? Lut alayhissalom ojizlik bilan aytdi: "Kashki mening sizlarga qarshi turadigan kuch-quvvatim bo'lsa edi, yoki iltijo qiladigan kuchlik tayanchim, jamoatim bo'lsa edi, chuqum sizlarga zarba bergan bo'lardim." Sura Hud 80-oyat. Shundoq bo'ldi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Alloh Lutga rahim qilsin. U mustahkam tayanchqa, Allohga tayangan edi, dedi. İmam Buxoriy rivoyati. İki qo'ling bilan Allohning org'amchisini tutqin mahkam. Gar zaminda joy topolmasang, sana nijotlik bo'lg'aydir hardam. Ey yigit, Allah düşmanlarınız bilan hem sizni saqlaydi. Qanday qilib demsiz? Masalan, o'g'ri uyingizga kirib pullaringizni o'g'irlamoqchi bo'ladi. Pullar sizning yotoq uyingizda. Shunda u uyga bildirmay kirib, bovuqingizni boshqa xonaga elib chiqadi. Farzandingiz boshqa xonada yig'ilganda sizlar hayron bo'lib, kimning qilig'ini bilish uchun yotoqingizdan chiqsiz. O'g'ri bo'lsa, buningdan foydalanib xonangizga kirganda uni tam besib oladi. Agar o'g'ri unda qilmaganda, tam sizni besib olgan bo'ladi. Oilangizni o'limdan qutqizish maqsadida o'g'rini uyingizga kirgizgan va uningga har xil hilalarni ilhom qilgan kim? Shubhasizki, u bandalarni saqlovchi Al-Hafiz ismli zotdir. Hatta u bandalarni ularning dushmanlarining sababi bilan ham saqlaydi. Hafizning hifzi himoyasini jalb qiladigan eng asosiy sabablardan biri sizning u belgilangan chegaralarni saqlashingizdir. Ya'ni haromni harom bilib yaqinlashmaslik, belgilamalariga rioya qilish degandek. Bu haqdagi hadisni tafakkur bilan o'qing. Ey g'ulom, men sana bir necha kalimalarni o'rgataman. Allohni saqlagin, ya'ni Allohga taqvodorlik qilish bilan buyurganlarni qilib, to'sqonlardan yenish bilan saqlagin. U seni muhofazat qilib saqlaydi. Allohning buyruq cheklimalarini amal qilish bilan saqlasang, uni oldingda topsan. Kengchiliklarda Allohni asla, qiyinchiliklarda u seni aslaydi. İmam Tirmizi rivoyati. Allohni buyruqlariga amal qilish bilan saqlagin. U seni saqlaydi. Buyruqlarini saqla, ya'ni ularni sana buyurgandek ado qil. Qayturganlarida ulardan seni qayturganidek qayt. Qatmuqat qiyinchilik. Mavzu bilan tanishdingiz. Endi xavflaringiz va g'amlaringizdan o'zingizni ustun tuting. Alloh Yunus alayhissalomga nijotlik berganidek sizga ham nijotlik beradi. Yunus alayhissalomning g'am tashvishlari, qiyinchiliklari va azoblariga yaqin keladigan g'am tashvish, qiyinchilik va azob yo'q. U zot 3 xil zulmatda qoldi. Dengiz osti zulmati, kechining zulmati, baliqning qornidagi zulmat. Baliqning qornida ashu mushaqqatlik hayotni manguga yashagan bo'lsa, nima degan baxtsizlik bo'ladi ha? Zulmat, torchilik, qatmuqat qiyinchilik, shuncha qiyinchilik ichida duo qildi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Allohim, sendan boshqa iloh yo'q. Sen poktursan. Men o'zimga o'zim zulm qildim. Mana shu ojiz harflik duo baliq qornining zulmati, dengiz osti zulmati, kechining zulmatini teshib o'tib osmonga ko'tarildi. Rivoyat qilinishicha, farishtalar yuqorqi duoni anglab, "Ey Rob, noma'lum joydan kelgan tunishliq ovozdir bu" deyishdi. Kamchilik, qiyinchilikdan qutulish keldi. Qo'g'dash keldi. Apu keldi. Baliq uni dengiz sohiliga opirib tashladi. Al-Hafiz saqlovchi zot sohilda u kishi uchun kavini o'stirib berdi. Hayot ustimizga g'am tashvishlarni tashlaydi. Bizni uningdan faqat sendan o'zga iloh yo'q, sen poksan, men zulm qiluvchilardan bo'ldim degan duo qutqizadi. Ey Alloh, qo'g'dig'ichi sufating bilan bizni muhofazat qilgin. Rioyang bilan bizni saqlagin. Oldimizda, orqamizda, o'ng tarafimizda, so'l tarafimizda, ustimizda, ostimizda o'z himoyang, qo'g'dishing, saqlashingni qilgin. Uning bilan
bizni qo'rqiydigan, ensiraydigan, hazar qiladigan ishlardan bizni qutqizgin. Çünkü sen Allah'sın. Yettinci osmonga safar. Ushbu kitobning yozuvchisi Ali ibn Jabir Fidir. Uyg'urchaga tarjima qiluvchi Islom chakorlari guruhi. Çünkü sen Allah'sın. 5. qism. Al-Latif. Latif u zot agar bir yomonlikni sizdan qaytarishni xohlasa, sizga uni ko'rinmaydigan qilib qo'yadi yoki bu yomonlikni sizga yo'l topolmaydigan qilib qo'yadi va yoki ikkilingizni ko'rishtiradi-yu bir-biringizdan burib o'tadi. Shuning bilan yomonlikdan sizga zarrachilikmi yetmaydi. Al-Latif. Yetishingizga yiroq bo'lgan, siz bilan uning oraliqida ko'p mushkulotlar bo'lgan go'zal orzu armonlaringiz bormi? Doktorlar sizga kasalxonadagi yaqin tuqqaningiz yoki do'stingizning saqayishida umid yo'q dedimi? Amalini qilishga imkoniyatingiz yetmayotganligi uchun erishishni orzu qiladigan narsangizning sizga hargiz yetib kelmaydiganligini o'ylab umidsizlanyapsiz. Undaq bo'lsa, keling, birlikda Al-Latif ismli zot bilan tanishimiz. Siz u ism haqida o'ylasangiz va fikr yurgizsangiz, bu hayotda mumkin bo'lmaydigan narsaning yo'qligini, Allohning har bir ishga qodir ekanligining isbotini bilib yetasiz. Agar Al-Latif bo'lgan zotning ishini cheksangiz, amalga oshmaydigan orzu armonlaringiz cho'qim ro'yobga chiqadi. Uning mehribonlik yetkazishi maxfiy. Al-Latif so'zining lug'at ma'nosi bandalarga yaxshilik qilguvchi, ularga muloyimlik bilan, ularga sezdirmasdan manfaatlarni yetkazish orqali ihson qilguvchi deganlikdir. Masalan, Alloh sizga lutf ko'rsatdi degani, Alloh sizni maqsadingizga o'z lutf marhamati bilan sizga sezdirmasdan yetkazdi deganlikdir. Lutf aslida yo'li maxfiy va nihoyatda inchki bo'lgan narsadir. Sizga yaxshiliklarni muloyimlik bilan faqat ishlarning inchki nuqtalarini biladigan, ko'ngillardagi sirlarni biladigan Allohlar yetkazalaydi. Alloh taolo bandalarga ular bilmaydigan joydan maxfiy va yoshirin ihson qilg'uchi zotdir. Ular o'ylamaydigan tarafdan tirikchilik sabablarini berib qo'yg'uchidir. U bandalarga ko'rsatgan ikromi, ihsoni, ularni saqlashi, hidoyatga boshlashi, taqdirlari va tasarrufotlarida nihoyatda mehribon, yoshirin yetkazguchi, inchki nuqtalardan tortib marhamat qilg'uchidir. U cheksiz qudrati, buyuk ilmi va maxluqotlarni ko'rib turishi bilan birga bandalarga hidoyat, ihson, ikrom qilishda cheksiz mehr shafqat egasidir. Uning fazil ihsonlari sizga ushtumtut kelmaydi, balki uningdan ilgari xush bishorat shamollari kelib, qalbingizni shu ne'matlarni qabul qilishga hozirlaydi. Demak, u sizga bu fazil ihsonlarni bermoqchi bo'lsa, uni berish uchun hozirlab qo'yilgan sabablarni boshlanma qiladi. Hattoki banda bu fazil, ato ihsonlarni o'zining tirishchanlik natijasidan keldi deb o'ylaydi. Amaliyotda bu buyuk va ulug' ne'mat sohibidan berilgan izzat ikromdir. Allohning lutfi bilan katta ne'matlar ato qilinadi. Ko'pincha aqllar bu voqea hargiz mumkin bo'lmaydi deb yiroq sanagan ishlar.
uning lutfi bilan vujudga chiqadi. Sizga berilgan har bir ne'matning beshi Allohning lutfiga bog'liqdir. Ammo siz uni sezmaysiz. Faqat mo'jiza sifatida kelib qolgan deb o'ylaysiz. Qandoq sodir bo'lganini tushunmaysiz. Lekin bu ishlarning sodir bo'lishi sizning quvvat yoki toqatingiz ichida emasligini aniq bilasiz. Osmonga qaraysizda Allohning ushbu oyatini eslaysiz. Alloh bandalariga kuyunguchidir. U xohlagan odamga keng rizq beradi. Alloh kuchlidir, g'olibdir. Sura Shura 19-oyat. Marhamatning mayin shamollari. Al-Latif, bandalarga to'ydirmasdan marhamat qilguvchi zot. Agar sizga ma'lum bir ishda nusrat bermoqchi bo'lsa, normalda sabab bo'lolmaydigan bir ish eng cho'ng sababga aylanadi. Al-Latif, bandalarga to'ydirmasdan marhamat qilguvchi zot. Agar sizni hurmatli qilmoqchi bo'lsa, siz uningdan yaxshilik umid qilmaydigan bir insonni siz erishgan ata-isolarning eng cho'ng sababi qiladi. Al-Latif, bandalarga to'ydirmasdan marhamat qilguvchi zot. Agar sizdan bir yomonlikni qaytarib etmoqchi bo'lsa, sizni u yomonlikni ko'rmaydigan qilib qo'ydi. Yoki bu yomonlikni sizga yetishga yo'l topolmaydigan qilib qo'ydi. Va yoki ikkilingizni ko'rishtirdi-yu, sizga yomonlikdan hech narsa yetmasdan bir-biringizni bo'rib etadi. Al-Latif, bandalarga to'ydirmasdan marhamat qilguvchi zot. Agar sizni bir gunohdan saqlab qolmoqchi bo'lsa, sizni u gunohni o'ch ko'radigan qilib qo'ydi. Yoki u gunohga yetishni tas qilib qo'ydi. Va yoki uni sizga dahshatli qilib qo'ydi. Yoki bo'lmasa, uni qilish uchun borisiz-yu, lekin biror ish yuz berib, siz bilan shu gunoh o'tirisida to'siq bo'ladi. Keyin siz uni qilmay qaytaysiz. Al-Latif, bandalarga to'ydirmasdan marhamat qilguvchi zot. Yusuf alayhissalomni turmadan chiqarishni iroda qilgan vaqtda turmaning tomlarini buzib tashlamadi. Zolimlarning badallarini, ruhlarini tartib elishga farishtalarni buyurmadi. Osmondan tushgan chaqmoqqa turmaning tumur quluplarini qo'murib etishga izni bermadi. Faqatla podshohga. Tushida bir tushni ko'rsatdi. Bu tush Yusuf alayhissalomni zulm keshallaridan qutuldirishning maxfiy lutfi. Boshqalar his qilolmaydigan inchki sababi bo'ldi. Al-Latif, bandalarga to'ydirmasdan marhamat qilguvchi zot. Musa alayhissalomni onasiga qaytarmoqchi bo'lganda, Bani Isroil qo'zg'olonchilari aslidagi holatiga qaytishi uchun Fir'avn qo'shinlariga qarshi urush o'ti ochmadi. Balki Musa alayhissalom inik onalarning sutini amgili unumadi. Mana mushu maxfiy sababdan keyin Musa alayhissalom onasiga qaytdi. Al-Latif, bandalarga to'ydirmasdan marhamat qilguvchi zot. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni va uning bilan birga Bani Hashim jamiyatidagi azoblanayotganlarni Abu Talib jilg'isidan qutqizmoqchi bo'lganda Qurayshning zulmini yer bilan yakson qilib etadigan qattiq ovoz avatmadi. Balki bir qurutni avatdi. Bu qurut zulm to'xtami va nejis kelishimnomining xatlari yozilgan qog'ozni yavatdi. Shuning bilan ular ko'zga ko'rinmagili tas qoladigan kichik bir qurutning sababi bilan zulmdan qutuldi. Al-Latif, bandalarga to'ydirmasdan marhamat qilguvchi zot. Eng oddiy ishlar bilan eng buyuk taqdirlarni taqdir qiladi. U o'zi xohlagan irodasini ishga oshiradi. Uning bandasi bo'lsa, nima ish yuz berganini bilmayli qoladi. Shoir mundoq deydi: Sendan boshqaga so'zmudim qo'lim. Aqmaydi yeshim sendan boshqaga. Seni izlasa qo'ymaysan quruq. Ishking hargiz tar kelmas menga. Kelgan kishini to'ssan qandoq. Sening to'rukung tavranmas aslo. Kuyimchan o'zing, rahim dil o'zing. Yamonlar agar haddidan oshsa. Tog' ustidan dumulab tushgan tosh. Uxlab yetayotganingizda Alloh sizning o'rningizdan turib, uning uchun namoz o'qishingizni sizga iroda qiladi. Ondan bir shamolni avatadi. U derizangizni harakatlantiradi. Yoki biror farzandingizni yotoq uyingizning yanida varang-cho'rang qilg'izadi. Yoki uxlab etib nihoyatda ussayshizda suv ichish uchun uyg'onasiz.
Shuning bilan soatga qaraysizda namoz o'qishni xohlaysiz. Tahorat olasiz va joy namozga chiqsizda sajda qilib Allohga munojat qilasiz. Lekin sizni shu tatliq uyqudan Allohning uyg'otganligini bilmaysiz. Tog' bag'ridagi bir yo'lda mashinangizni haydab ketyapsiz. To'satdan mashinani darhol to'xtatish zarurligini sezdingizda mashinangizni bir chetga to'xtatdingiz va pullarim qilib qoldimi yoki mashinamning hujjatlari joyidami deb tekshirib aniqlamoqchi bo'ldingiz. Siz to'xtab necha sekund o'tib oldi tarafingizdan cho'ng bir tosh dumilab tushdi. Agar siz shu vaqtda to'xtamagan bo'lsangiz, egizdan tushgan quram tosh sizni va mashinangizni tog' bag'ridagi ozgalga do'milatib tushirib etgan bo'ladi. Ammo siz uningga yo'liqmasdan safaringizni salomat oyoqlashtirdingiz. Ammo sizni bu musibatdan qutqizgan kim ekanligini bilmaysiz. Bir gunoh qilishni plan qildingiz va shu niyatda kechada uydan chiqdingiz. Planingiz nihoyatda puxta tuzilgan. To'satdan yiroqdan bir mashina ko'rindi. Qalbingizga shubha paydo bo'ldi. Siz u mashina meni kuzatib turdimikin deb o'yladingiz. Yiroqdan ko'ringan shu mashina sizdagi gunoh qilish fikrini o'zgartib qo'ydi. Niyatingizdan yandingiz. Uyingizga keldingiz. Lekin o'z lutfi bilan sizni shu gunohdan burayotgan zotga e'tiboringizni qaratmadingiz. Allohning qancha-qanchalagan maxfiy lutflari bor. Har qancha aqlli odamning tushunishlarimi bularni tushunib bo'lolmaydi. Qancha ishlar bor. Uni bir odamga yomonlik qilaman deb bijirsiz. Lekin natijada yaxshilik bo'lib chiqaveradi. Bir kuni siz uchun holatlaringiz qiyin bo'lsa, ham siqinsangiz, yolg'iz yegona bo'lgan oliy zotga yuzlaning. Maxfiyatliklar. To'ydirmasdan yoshurun marhamat qilg'uvchi zot, hammani bilguvchi zot, al-alim, hammani biladigan bo'lishi zarur. Agar u lutf marhamatning yushirinadigan joyini bilmasa, sizga qandoqmi ikrom ko'rsatadi, sizga ne'matlarni beradi va o'z lutfi bilan hidoyatga chaqiradi. Demak, latif zotning bilguchi ekanligida shubha yo'q. Al-latif zotning yakka yagona yaratquchi bo'lishi zarur. Chunki ba'zi ishlarda lutfi marhamatning mukammal bo'lishi, mavjud bo'lmagan ba'zi narsalarni paydo qilish va yaratishi taqozo qiladi. Demak, latif zotning xoliq ekanligida ham shubha yo'qdir. Alloh taolaning ism va sifatlari bir-biriga ishora qiladi, dalolat qiladi, bir-birini taqozo qiladi, o'z ara lozim tutadi. Alloh taolo mundoq deydi: "Mahluqotni yaratgan zot bilmamdi. U shay'larning nozuk taraflarini bilguchidir. Hammadan to'liq xabardardir." Sura Mulk 14-oyat. Alloh taolo beradigan ne'matlarni maxfiy qilib beradi. Bu ne'matlar nihoyat inchkilik bilan yoshurun hozir bo'ladi. Bu zot maxfiylik bilan ikrom ko'rsatadi. Maxfiylik bilan hidoyat ko'rsatadi. Maxfiylik bilan boshqaradi. Demak, bu lutfni qayerda, qandoq paydo qilishni bilmasdan qilamdi. Hargiz undoq emas. U bilgichi va yaratquchi zotdir. Shayx Said aytadi: "U latif zotdir. Uning ilmi maxfiy narsalarni va yoshurun sirlarni ham bilib turadi. Ko'z bilan ko'rgili bo'lmaydigan maxfiy narsalarni ham idrok qiladi." İnsanlar ko'rgan tushlarning ichida eng buyuk bir tush bo'lib, u Yusuf alayhissalomning ko'rgan tushidir. U zot u tushni ko'rgan paytlarda shunday holatda ediki, bu tushni ro'yobga chiqarish mumkin emas edi. Amaliy reallik bo'lsa, bu tushning amalga oshmaydiganligiga dalolat qiladi. Bu tushni Alloh taolo hikoya qilib mundoq deydi: "O'z vaqtida Yusuf o'z otasiga: Ey ota, men haqiqatan tushimda 11 yulduzning va oy bilan kunning menga sajda qilganligini ko'rdim" dedi. Sura Yusuf 4-oyat. Bu tushning ta'biri nima edi? Tushning ta'biri Yusuf alayhissalomning ota-onasi, aka ufuqlari qo'shilganda 11 bo'lib, u zotni hurmat qilib hurmat sajdasi qilishlari edi. Hamma alomat belgilarga qarasangiz, ham tush ularning Yusuf alayhissalomga sajda qilishiga dalolat qilmaydi. Chunki otasi ulug' payg'ambar, yeshi cho'ng, qadri buyuk. Cho'nglarning kichiklarni egilib hurmat qilishi, payg'ambar bo'lmagan odamni ota o'g'lini egilib hurmat qilishi
bu odatda yuz beradigan ishlarning jumlasidan emas. Aka ukalar ham Yusuf alayhissalomni yomon ko'rishatdi. Qandoqmi uningga sajda qilishi mumkin? Ular shunchalik yomon ko'rishatdiki, Yusuf alayhissalomni o'ldirishni planlashdi. Ular yomon ko'rganligidan quduqqa tashlashga birlikka kelishdi va tashladi. Mana shu alomatlar kunlarining birida ularning Yusuf alayhissalomga sajda qilishining mumkin emasligiga dalolat qilar edi. Ularning Yusuf alayhissalomga sajda qilishlari tasavvur qilinmas edi. Ahvol o'zgarib, Yusuf alayhissalomni quduqqa tashlashdi. Uni quduqdan chiqarganlar uni mol o'rnida setib etishdi. Yusuf alayhissalom Misr podshohining uyida qulga aylandi. Qulluq shu kishining amalga eshishini taqozo qilamdi? Albatta yo'q. Qulga birov sajda qilamdi? Yo'q. Ahvol yana o'zgardi. U qasrda xizmatchi qul bo'lishdan zindondagi mahbusga aylandi. Yusuf alayhissalom bilan kishining yanada amalga eshishi o'tirisidagi musofa texmi uzoqlashdi. Lekin latif zot taqdirlarni tutayotgan ekan. U ishlarni o'zgartdi. Yusuf alayhissalomni turmadan chiqardi. Yuqori mansabga erishtirdi. Uningdan keyin u yerdagi shaharlarga qahatchilikni taqdir qildi. Aka ukalari muhtoj bo'lib kelishdi. Latif zatning taqdirlari bu ilgari ko'rilgan kishining amalga eshishiga yaqinlab kelayotgan edi. Yusuf alayhissalomga ular sajda qildi. U zot hayron qoldi va dedi: "Parvardigorim, xoliqini ishga oshirishga haqiqatan tadbirlikdir. U haqiqatan hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir." Sura Yusuf 100-oyat. Agar Allohning irodasi bo'lmaganda amalga osharmidi? Albatta yo'q. Mana shu uzoq yillar ilgari ko'rgan tushimning tadbiridir. Rabbim uni rost qildi. Sura Yusuf 100-oyat. Mana bu ahvol yuqoridagi manzirga hukmronlik qilgan lutfiy marhamatning qisqacha ko'rinishidir. Bu lutfiy marhamat o'zining intihoni muhrini qo'ydi. Parvardigorim, xoliqini ishga oshirishga haqiqatan tadbirlikdir. U haqiqatan hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Sura Yusuf 100-oyat. Al-Latif zot agar biror narsani xolisa, shu lutfi sifati komil bo'lishi va yanada maxfi bo'lishi uchun sabablarni hozirlaydi. Hattoki odatda yuz berishi mumkin bo'lmagan narsalar ham amalga eshiveradi. Chunki u Allohdir. Uning Latif va Xabir ismi bor. Amalga oshmas xiyollar. Yerning qurib qaqshab ketganini ko'rdingiz. Keyin uning ustiga top-top bulutlar yig'ildi. Keyin chaqmoq chiqib yomg'ir yog'di. Donlar yerni yerib ko'kirishga boshladi. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu tabiiy bo'lishi kerak bo'lgan ishmi? Allohning mana bu oyatiga qarang. Allohning bulutdan yomg'ir yog'dirib beradiganligini, shuning bilan zaminni yeshilzorlikqa aylantiradiganligini ko'rmadingmi? Alloh haqiqatan nihoyat mehribondir, hammadan xabardordir. Sura Haj 63-oyat. Sizning xiyollaringizning amalga eshishi amaliyatdan qanchalik yiroqda bo'lsa-mu, yoki siz bilan shu xiyollar o'tirisida bepoyon sahrolar tursa-mu, Latif zot uni amalga oshiradi. Luqman o'g'liga dedi: "Ey o'g'ilchiqim, qilmishing qichoq chog'liq narsa bo'lib, u uyul toshning ichida, ya'ni eng maxfiy joyda, yoki osmonlarning qetida va yoki zaminning ostida bo'lsa-mu, Alloh uni hozir qiladi. Uning hisobini oladi. Alloh haqiqatan inchiki kuzatuvchidir, hammadan xabardordir." Sura Luqman 16-oyat. Siz umidsiz bo'lmang. Robbingiz xoliqini yaratquchi va berguchi Latif zotdir. Qichoqning urg'iga qarang. Agar uningga yaxshiroq qaramasangiz, u ko'rinmaydi. Uni olqiningizga eling. U sizning olqiningizga nisbatan naqadar kichik. Uni o'ltirgan uyingizga nisbatlang. Uningdan ham kichik. O'ylangizga nisbatlang. Mahallangizga, shahringizga, mamlakatingizga, umuman yer yuziga, keng osmonga nisbatlang. U urug' naqadar kichik. Alloh bu katta yer yuzidagi arzimas qichoqning urug'ini yaratgan ekan. Undaq siz amalga oshirish uchun hamma vositalarni qilib bo'lg'ili bo'lmaydi deb turgan narsangizga Alloh bo'lish taqdirini tutib qo'yishi mumkin emasmi? Albatta mumkin.
Mening bir do'stim Tabukdan Iordaniya chegarasiga yetib keldi. Atsi atiganda Muta nomli universitetda leksiya o'rinlashtirilgan edi. U shu vaqtda cho'qim ulgurib yetib berishi kerak edi. U 100 kilometr atrofidagi musofani besib o'tgandan keyin to'satdan pasportini uyida unutib qolganligi esiga keldi va ko'ngli yerim bo'lib qaytishni, bu hafta bormaslikni qaror qildi. O'zining shu yig'ilishga borolmaganligini o'ylab ko'ngli yerim bo'ldi. Ertasi bo'lsa gazetlardan Muta universitetida o'quvchilar orasida jidal chiqqan xabarini ko'rdi. Muta o'quvchilari har xil joylardan kelib yashaydi. Ular urushib, hatto yaralanib, qonlar oqqudek urushdi. Latif zotni qarang. Qonni ko'rmasligi uchun yoki ertasi doktorxonada ko'zini ochmasligi yoki shuncha musofani besib o'tdim, lekin darsni o'talmadim deb ko'ngli yerim bo'lmasligi uchun uningga pasportini unutildirdi. Latif zotning lutf marhamatiga qarang. U paydan pay uzluksiz keladi. Uning har bir ishida qandoqdir lutf marhamati bor. Har bir daqiqadagi lutf marhamatlar. O'zingizga qarab boqing. Siz uyingizga kirgan paytda bolangiz karvatidan yiqilib tushay deb qolgan edi. Siz uni tutib oldingiz. Keyin o'zingizga o'zingiz nima uchun dal shu vaqtda uyga kirdim deb savol qo'ydingiz. Sizni uyga kim kirgizdikin deysiz. Yana bir misol. Siz suv ichish uchun oshxonaga kirdingiz. Bu vaqtda to'nglatqiga ulangan tok simidan ovoz chiqyotdi. Siz darhol simni uzatdingiz. Simdan is chiqib o't ketay deb qolgan edi. Dal vaqtida kiribdiman ha. Agar 5 minut kechikib kirgan bo'lsam, nima ishlar yuz beradi ha deb o'ylaysiz. Garchi hayotingizda aynan shu ahvol yuz bermagan bo'lsa-mu, shuningga o'xshash ahvollar, hodislar yuz bergandir. Albatta. Xotirjam bo'ling. Lutf ma'nolarini aslang. Uning marhamati butun hayotingizni qurishgandir. Yuqorida biz bu ismning ma'nolari bilan qisqacha tanishdik. Bu ismning ma'nolarining yanada inchki nozik nuqtalari sizning tushunchangiz, tafakkuringiz va ahli ilmlarning kitoblariga murojaat qilishingizga qoldi. Latif zot sizning yaxshi ko'rishingizga haqliqmikan? Uning ne'matlari haqida fikr yurgizdingizmi? Qalbingizda uningga tavakkul qilishni, uningdan umid qilishni ko'payting. U ism bilan yashang. U ism bilan duo qiling. Uning lutfini kuzatib turing. Uning sizga bergan ato ihsonlarini, maxfiyligini ikki ko'zingiz ko'rsin. Xushu xuzu bilan ayting. Ey marhamatlik zot, bizni qo'rqqan naslarimizdan qutqazgin. Ey Alloh, bizga lutf qil. Rahimlik lutf marhamatlaring bilan nafsimizni to'g'irlig'in. Qalblarimizning zalolatlarini to'g'irlashimizni nasib qilgin. Buning bilan hayotimizni tartibsizliklarini go'zallashtirgin.